醒之后却找不到你。你的眼，你的眼，你的唇，你的唇，一深深牢记我的心，我的情，我的情，我的爱，我的爱，已随着风雨而起。首先非常感谢两位朋友给大家带来非常精彩的听觉盛宴。那接下来我们的老师会推荐哪一位，包括我们的郎老师最终选择哪位朋友，那我们一起来听一下好吗？还是从沈老师开始。从专业的角度，可能待会儿各位老师还要进行评价，但是从他们二位的表现，我觉得非常到位啊。我感到是从心里唱出的歌，只有从心里唱出的歌才能感动听众，感动观众。我觉得他们今天唱的非常成功，非常好，配合的也非常好。唱词跟他们的舞台动作，我觉得都是非常协调啊，非常协调。我觉得二位表现都非常好。但是我更倾向于推荐咱们阿丽亚。谢谢老师。老师说的特别对，我也觉得两位都是，各自有各自的这个特点，味道，感觉，确实不错。奥利耶，也是很出色的一个歌手，我觉得他今天唱出这个歌曲的这个感觉是特别对的，特别稳，声音一点的毛病都没有。这个张润呢，就更没话说了，他是一个老歌手那个唱这样的歌曲，他的长项应该是。这个曲子是谁选的？是麦文良老师给我们选的。好啊，老师啊，选的特别好。主要是这个老师特别厉害。这就是一个，就像刚才他说的一样，每一组的这个演唱啊，对我们带来一个快乐，一个很特别的一个节目，就是我就像在看演出，正式的演出，这就对了。我们想要的也是想给广大观众的这个要给的东西也是，所以今天这个节目的安排和演唱很不错的。我呢今天推荐张润。好的，那接下来我们一起来听一下阿布莱蒂老师的推荐。感谢二位学员，完美的组合，完美的合作。也许是对张润就是一男一女嘛，所以这个调的这个定位就很难定。对，一个是那个女生，一个是男生，
所以就是对于这个歌来说是应该是就是首先考虑了这个女生，所以对那个江润一开始的那个音确实一个极限感，已经很高了。对男生说这个音区是很高了，不过江润还是发挥的非常好，所以刚才老师们说的都非常到位。两位这个学员确实很难分，唱得非常完美，合作非常好。2选1的话，就是我推荐江润。好的，谢谢。于老师。两位的作品演唱合作都是很完美的，而且两位的声音确实是罕见的声音。对男生来说，他的开头就是很高很高了，然后我还想到，哎呀，后面的那些高潮他能不能上去，能不能有一些困难呀，或者是表现不出来的地方，但是还是挺完美的，挺好的。然后那个阿丽亚的声音也是，女生里面阿丽亚的这样的音色，这样的声音是特别罕见的，很少见是吧？很少见。对。她的胸腔打开的特别好，然后高音也是带着胸腔的共鸣上去的，而且很和谐。很统一，声音的音色很统一，线条特别美。谢谢老师。我的推荐，我的推荐是阿丽亚。阿丽亚。谢谢老师。好的，那徐老师，你们的推荐是？张润，您已经就是打动了我的心。感谢。就是别的我不说了，我就选你。歌声打动了徐老师的心。好的，感谢。那接下来我们一起来听一下。影努团队的队长，我们亲爱的麦朗老师最终选择的是我们哪一位朋友？首先我对这首歌稍微科普一下。这首歌是我们中国摇滚的这个辉煌时代，也就是90年代的优秀乐队零点乐队的一个经典作品成熟。这首歌是选这首歌原因一方面是这个考虑这两位歌手的演唱风格和这个声音特色，另一方面出于我自己的个人喜爱，因为这首歌是陪伴着我就是成长热血沸腾的那个年代年轻时代的一首歌。对我的印象非常深刻的一首歌。然后今天我觉得阿丽亚的表现超出了一般我们排练时候的表现。首先谢谢阿丽亚。谢谢老师。这首歌是对一般的男生是有挑战性的，有条件性的一首歌，就是因为张润，他才能唱出来的。可是张润的表现今天没有这个排练时期好。今天的表现可能不如你们排练的时候。对，然后张润最后一段，张润自己知道是什么地方，不是那个旋律。他抢到了自己唱不出来，然后把旋律改成自己能唱的调，这个调，然后这一方面能证明张润是个有实力的聪明对，有舞台经验的一位歌手。张润在排练时期，他每一次唱都是这个感人的一种感觉。今天可能是舞台的这种应该说威风嘛，还是不一样的。张润，你说两句吧。刚才呢，其实自己有点太投入了，我甚至都不知道我哪个地方可能出现了什么样的问题。但是既然导师说出来了，那肯定是某一个地方有听着可能是他们能感觉得到。
但是这个舞台跟排练还是不太一样啊。是的，是的。所以说，非常感谢各位老师的这个指导点评，非常感谢。好的，那最终某朗老师的选择是，考虑到以后的赛段这个团队的发展，我的最终选张润。恭喜张润，祝贺你，恭喜你。好的，阿丽，你觉得今天表现的怎么样？表现的最起码比上次要好一点吧。是，越来越好，是吧？对对。那今天这个结果听了之后，你心里是什么样一个感受？感觉是有一点难受吧，但是怎么说呢？不知道该说什么。是吧？对。那最终有什么想说的？此时此刻。谢谢各位老师，然后谢谢评价，还有谢谢就是苗兰老师一直对我认真的指导，我很感谢。Uçmakçı bo'lgan ikki mahirimizning birisi yanada kelinmaydigan bo'lib qolgan mahirimiz bo'lganligi uchun bizning kelgan mahirimiz Nazar Turdi bilan Paridio gruppasidan bir mahir maydonga tushdi. Bular ayrimdan ikki naqsha aytib o'zining mahoratini namoyon qildi. Paridio gruppasidan chiqadigan mahirimizning ismi Anvar Ablat. Sizlarning ismim bo'lsa Nazar Turdi bo'lma. Daja Xavoja Anvar Ablaydi. Ko'pchilik yaxshi sizlarning ismim Anvar Ablat. İpek Yol Sadas programmasidan akşam qo'yilgandan keyin nihoyat yaxshi inkaslar, nihoyat yaxshi bolalar bo'ldi. Atrofdagi do'st birodarlarim, onadagi urug' tuqqanlarim hammasi menga telefonlarni qilib, shunday yaxshi tabrik so'zlarni aytib, shunday yaxshi ko'ngil yurak so'zlarini bildirdi. Bu bosqichlik musobaqada Mavla ustoz menga birlar sen degan naqshini berdi. Bu naqshining qiyinlik darajasi xeyli yuqori deb o'ylayman. Shundoq bo'lsa-mu Mavla ustoz har qaysi taraflardan nihoyat zo'r kuchlarni chiqarib, o'zining yordamini aymay, nihoyat yaxshi mashqlarni qildirib, men bir kichik to'ppisini ajrini qo'shdi deb o'yladim. Mayli kim bilan fikr yurishay, men uchun musobaqa muhim emas, jarayon hammadan muhim. Musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimning yoqtirgan, o'zimning duda tayyorlagan naqshamni yaxshi o'rindab, yaxshi ifodani bildirib olsam, men shunga eng xush. Bu bosqichlik musobaqada mahirlarniki hammasining yaxshi natijaga erishib, eng yaxshi bo'lgan holati ham, eng yaxshi bo'lgan ifodasini ko'pchilikka sunishini umid qilaman. Birlikda tirishaylik. Suygan tumburunma men seni dildim. İlham öçmedi şokluk. Suygan tumburunma men seni dildim. İlham öçmedi şokluk. Pervamı kılmedim miskin könglimge, başqaning qalbiga yandırıp çiram. Pervamı kılmedim miskin könglimge, başqaning qalbiga yandırıp çiram. Ürtendim yaş döküp hicran otunda. Yüreğim ezildi, buldun ahtıqan. Ürtendim yaş döküp hicran otunda. Yüreğim ezildi, buldun ahtıqan.
Sarındın tağlarımı Geldiler zigen Yanıla pervasız Yürüdün sen canan Sarındın tağlarımı Geldiler zigen Yanıla pervasız Yürüdün sen canan Tolumu yerim Işkında örtünüp inaldı cinin Şu sebep bu gönlüm tolumu yerim Işkında örtünüp inaldı cinin Yaki şundakmı gelmez mi hayatta sana uvalim Muhabbet kocası yaki şundakmı gelmez mi hayatta sana uvalim Muhabbet kocası Yaki şundakmı gelmez bu hayatta sana uvalim Gelmez bu hayatta sana uvalim Yengınur grupsidan maydonga chiqadigan mahirimizning ismi Nazar Turdi. Aytadigan naqsning ismi Birla sen.
Hurmatli aziz ko'rmanlar, naq maydondagi suyumlik bog'liqchi ustozlar. Albatta bizning bosqichimizni ayt keskin holatda davom etyotdi. Bu bosqichimizning nomi Beyga. Shunlashqa tulparlarimiz sahnada eng tez suratda chepish shundaqla o'ynaqshib turib chepish uchun eng chiroyli yorqin holatni bizga ko'rsatish uchun o'zining qomatini, chiroyli ovozlarini namoyon qilib beryapti. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Qanundaqda navbatda sizlarga zo'q sho'x bilan qarab o'tirgan suyumlik bosh ustozimiz Abdulla Abdurim apandimni tavsiyaga taklif etimiz marhamat. Anvar Ablat nazar turdi. Desam men yana bir o'g'il chiqardim. Nozik bir qiz chiqyapti. Bu ismlar bek peyzo bo'lib ketdi hozir. Mahliyar qo'yibdi. Ukamni ismini bek chiroyli. U bir yigitga zabardast soqol chiqay deb qo'ygan bir yigit. Shunga o'xshash nazarni men bir o'g'il bolaning ismiga debdim. Xatolashib. Oldida cho'qim gul yo oy bo'lishi mumkin. Gulnazar o'xshaydi-ki burun. Gulni kaymay kelibdi bugun. Xo'sh. Chaqchaq bolalar buni hammasi birdam kulayli. Chunki men ma'lumlar qaranglar. Shu musobaqa kirib har bir inchgan tadqiqimizda bo'lgan qopoq turilib qoldi. Davomli. Men ichib turma, buni yepilib qoldi. Siz ichib tursiz. Men ichib turma, yepilib qoldi. Shunga deb turma pat-pat. Ikkili bolamizningki saviyasida naytdi cho'ng farq yo'q-ki. Anvar bolamizni oldingi qatimdagi musobaqada biz mau Faridiyo guruhiga qabul qilgan bolamiz. Ikkilanligi kichkinamdan bir nima taklif fikr. Har ikkili o'quvchimizda shu yuqori ovoz qismiga kelganda vaqirash bor. Biz ovozlarimizni asta-asta bo'ldi. Qolganlari o'sha ustozlarning yetakchiligida shu yuqori ovozni hal qilib, bundan keyin san'atlik ovozga ekanmasak, beoram qilib qo'yamiz anglovchilarni-chi. Shunga meningki bugungi tavsiyalarim qanday qilsam bo'lar, Mavlon. Ikkilisi butgan hamda. Uyqu kelsangiz shuni qarab o'tirib. Anvar men baqagan bo'ldi-chi. Ishqi bunda bo'lsa, qisaq bo'lmasmi-ki? Desam bo'lmaydi-ki. Nazar. Rahmat. Nazarni tavsiya qilganingizdan ham xursand bo'ldik. Shu muallim 我同意阿布拉老师的意见。好的。推荐这个 Nazar。感谢老师的推荐。bo'ldi. Ayshugul muallim. Anvarni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Ablat muallim. Sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyalarim Nazar. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul muallim, sizning tavsiyangiz kimdir? Ba'zi bolalar sahnaga chiqiblar bir parcha nur bo'plam paqirab oxirgacha asarni tugatib bo'lguncha shu paqroqlikni yo'qotmay tugatalaydi. Ba'zi bolalar chiqib xili vaqtcha aslini topolmay sahnaga moslashib bo'lamay, lekin naqsh tugay deganda rasmiy o'zishib, o'zining holatini rasmiy namoyon qilib topalaydi. Buni Anvar mushunaqa holatda ekan. Barbara ovozlari ichilib, barbara xilli o'zini yaxshi namoyon qilyotdi. Endi Nazarning ovoziga kelsak, Nazar beshida shunda xili yaxshi boshlagan tema. Tuvan ovoz qismlari xili turaqliq bo'lgan, lekin barbara butun kontrollik yo'qolib, ovoz esitib qoldi. O'zimni biludaqcham buni. Mening hamda Mavlon ustozga tavsiyalarim o'sha Anvar nabqasi keyingi guruhi taraqqiyotiga xili yaxshi bo'lamdi degan tavsiyalarim bor edi. Rahmat. Bo'ldi. Yana oxirgi qarorni Mavlon ustozning o'zidan chiqarishga qo'yib beramiz. Mavlon ustoz zodi kimga qaror berdigandi? Ana baqaydi. Endi bu nazar singlimizning shu ahvol to'g'riliq ozroq tushuncha berish to'g'ri keldi. Asli bu boshqa bir mohirimiz bilan bir guruh bilangan taqsim qilingan naqsha cho'qim bir o'g'il bir qiz etmisi bo'lmaydigan naqshdi bu. Halqi ugunib xili bir yerga ravurs apagan nazar singlimizcha. Andan o mohirimiz kilanmaydigan bo'lib qolgandan keyin vaqt intayin az qolgan vaqtda bizning boshqa naqsh tanlashdan boshqa amalimiz bo'lmadi. Asli naqshini aytsin desak, o naqshini bir qiz yoki bir o'g'il bir odam aytish mumkin emas. Yozilgandilam ikki kishilik qiz o'g'ilga yozilgan naqsha. Andan shuning bilan vaqt az qolganda biz mushu naqshini bekitdik. Bu naqsha bizning yaxshi ijodiyatlarni chiqarayotgan Qaysar Erkin inimizning ijodiyati.
Bu bir çıraylık nakşken, şoğumuş nakşını taladık. Ondan bu nakşını bu iki küyde eğitildi. Ustazlarım es kılgandı. Baştaki kısmı o Kaysar'ın aytkan kısmı. Ani kendi ikinci bölüki Zulxumar'ın aytkan kısmı. Bu Nezar'ның avazı kızlarının altı orayını doğru geldi ço. Nüjong yendemiz go. Avaz rayını muşu nakşının asli normal kızlar avaz rayından Nezar'ның avaz rayını sel töven. Şoňa Kaysar'ның aytkan rayını da xila rahat çıkıptı, lekin ikinci bölükide haqiqatan Zulxumar'ның aytkan bölükide avazda kichikkinaligi hamda qisib qilish, qiynalish bo'lib qoldi. Demek biz şu sebepler tüpeyilden biz Nezarga hamda aşı asli aytkan naqshini bilemay qoldik. Meningcha bu naqshini mu tirishib men degan aşı bazı o'lchamlarni, bazı talablarni xila joyida o'rindab bu naqshni azoda erkin hissiyatda aytmasa chiroyli chiqmaydi. Men shu talablarni qo'ygan, xila yaxshi aytdi. Ondan Anvar inimizning mu aytib bergan naqsiga ko'pdan ko'p rahmat. Qanday vaqtma ayirlar? Ular muallimning tayyorligi bitgan o'xshaydi. Mening hamda eng oxirida chiqardigan qarorim sizning tanlashingiz. Mening tanlashim Nazar turdi. Muborak bo'lsin. Do'stimiz Nazarning 3-bosqichga muvaffaqiyat kirganligini qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Tayyorligingiz texnik muvaffaq bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Shiraksiz anglaydi. Meni hozirgacha qo'llab kelayotgan, hozirgacha o'qishim jihatda bo'lsin, har qanday jihatda meni qo'llayotgan ash Mehriba opamga chuqur rahmatimni bildiraman. Bundan boshqa bizga shunday bir fursatlarni yaratib bergan, shunday o'zimizni bir sinab biqish, o'zimizni namoyon qilish fursatini yaratib bergan shu Ipak Yo'l sadosi programmasini o'rlashtirgan program gruppasiga rahmat aytaman. Anadan keyin eng cho'ng rahmat aytadiganim meni yana bir qitim sahnaga chiqib, yana bir naqshamni o'rnatishimga fursat bergan sevimli ustozim Abdulla Abdirim ustozimga chin dilimdan rahmatimni aytaman. Hamda shu yerdagi barcha ustozlarimga hammanglarga rahmatimni aytaman. Hamda meni qo'llagan, yaqinda madad bergan barcha do'stlarimga rahmatimni aytaman. Men kichik, buning bilan to'xtab qolmayman. Mayli yanglish u nechini masala. Men faqat o'zimdagi kamchiliklarımni his qilib oldim, ortiqchiliklarimni bundan keyin davomli joriy qildirib, kamchiliklarimni to'liqlab bundan keyin davomli qilishim. Bo'ldi, keling, ustozlar. Bir qo'shilishinglar. Biz şu Ahad degan mayirimiz bilan Mehmet Ali G'upur degan mayirimizni ularni shu o'z xosligi, o'z aloyidligini shart qilgan asosda bularni bir guruh qilgan. Afsuslanarli yeri bizning shu Mehmet Ali G'upur degan mayirimiz ma'lum sabablar bilan kelamaydigan bo'lib qoldi. Shunda bo'lganda bu naqshini bizning shu Ahadjon Maham yolg'iz aytdi. Lekin bu Abdulla akamning gruppasidagi bir mahir bilan birdan naqshini ayrim aytish orqali raqobatlashib, qaysi yaxshi aytsa shuni men o'z gruppamga olib qolmayman. Albatta bizning Yangi Nur gruppasidan sahnaga chiqadigan ikki mahirimizning birsi yo'q. Yana bir mahirimizning ismi Ahadjon Maham. Bunun aytilgan naqshisi kecha degan naqsha. Ondan bu naqshimizning asli bilib tushadigan mahir yo'q bo'lib qolmay, mushu hozir bilib tushadigan mahirim yo'q. Bu mahirimizning hisobda raqobatchisi yo'q, tangdoshsiz mahirimiz. Agar yaxshi aytsa tanlayman, yaxshi aytolmay qolsa bevosita chalib o'tadigan bir mahir. O'sha ahati yaxshimizlar, men Ahadjon Maham bo'laman. Ipak Yo'li sadosi programmasi qo'yilgandan keyin urug' tuqqanlarim, do'st birodar og'aynilarim shunday xush bo'ldi. Men shunday xush bo'ldim. Bu da hamda ikkinchi aylan musobaqada men kecha nomli naqshini tayyorlik qildim. Bu kecha go'zal kecha ikkimiz yurgan kecha. Bu kecha güzel kecha ikkimiz yurgan kecha. Good.
tekstga bak diqqat qil. Uni keyin ko'zingdagi buloqqa cho'kdim, shundaymi? Qolgan jihatlarda menimcha cho'ng chatoq yo'q. Qolgani shu ovozini charsitib qo'ymay, yaxshi tayyorlik qil. Liriklikni yetkicha elib, qattiq yerda ikkisining qattiq yumshoqlikning farqini taxminlikqa uchuq chiqadigan shu qilib qolsam, mana shu taxmin payzi bo'ldi mana. Shu naqshiga ustozim nayt ajr sundadi. Mayli ovoz chiqarish, naqsh kontrol qilish, hissiyotni berish qatorliq bilimlarga ega bo'ldim. Ustozimga ko'p rahmat aytaman. Shu musobaqa qatnashayotgan boshqa mayirlarga o'zining eng yaxshi holatini shu sahnada namoyon qilishini, tantirmaslikni umid qilaman. Bu gece aydın gece, bu gece salkın gece, bu gece aydın gece, bu gece salkın gece. Bu gece güzel gece ya, ikimiz yürüyen gece. Bu gece güzel gece ya, ikimiz yürüyen gece. Kök qarab xiyolga petib, ko'z yumg'icha qopdi tong etib. Uxlamadim zodi bu kecha, nigar seni yodimga elib. Kök qarab xiyolga petib, yumg'icha qopdi tong etib. Uxlamadim zodi bu kecha, kelmam deb kelmading ajab. Bilolmadim bu nima sabab. Kelmam deb kelmading ajab. Bu gece
Resminge qarab yana xiyol bilan uyquga cho'mdim. Shu kecha esimga kelib mening ko'zimdagi buloqqa cho'mdim. Shu kecha esimga kelib mening ko'zimdagi buloqqa cho'mdim. Birli mahirimiz o'zining mahoratini namoyon qildi. Shunlashqa buningda tavsiya qilish yo'q. Faqat har bir ustoz eng qisqa holatda o'zlarining mushu naqshning bugungi mahoratiga bo'lgan pozitsiyasi yoki bahosini aytib o'tsa bo'ldi. Eng oxirgi qarorni Mavlon ustoz o'zi chiqarib olsa tamomən bo'ladi. Rahmat. Aygul xonim. Ahadjon bu naqshini ichiga cho'kib turib, hissiyotlarni shunda yaxshi ifodalab turib, ovoz jihatdan, hissiyot jihatdan, ifodalash jihatdan shu Mahmud Sulaymon akamizni eslatgandekli bo'ldi. Hammamiz shunda hayajonlandik, shunda ta'sirlandik. O'tirdi, azroq bir chiqib ketishlar bo'lib qoldi roldan. Keyin yana shunda yaxshi akib oldi. Yaxshi naqshchiga mening tavsiyalarim Ahadjon. Men tavsiya qilman. Ablat ustoz sal hayajonlangandek qildi bu naqshni anglab va balkim ma'lum bir mezgillarni eslab qolgan, sig'ingan bo'lishi mumkin. Ablat ustozning gapini anglab boqayli. Bizdan vaqtsiz ayrilgan, bizniki yaxshi sabdishimiz, san'at sepimizdagi yaxshi hamroyimiz, qarindishimiz ninki bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli bir necha kecha to'g'risida yozilgan naqshlarni bir guruhlab aytib chiqdi. Birisi tugab, yana birisi ulinib, birisi tugab, yana birisi ulinib, tadrij bu qarindishimizga bo'lgan seg'inishim biroz kuchib, esimda qilishcha bu bir yil, dal bir yilligi. Bir yil bo'lib qoldi. Bir yil bo'lib qoldi. Nati yaxshi sabdishimizda san'at uchun nati kerak bir o'g'lonimizdi. Mushu go'zal naqshlar bilan qarindishimiz sabdishimiz, yaxshi sabdishimiz Mahmud Sulaymonga bo'lgan cho'nqur seg'inishimni ifodalayman. Shuning uchun hayajonlanib qoldim. Faqat ustoz fikri yo'q. Seg'inish yerikida ustozimizni yod etamiz. Ayshugul muallim. Bizniki suyimlik, shunda iqtidorlik nima sabdishimiz Mahmud Sulaymonning umri qisqa bo'lgan bilan, lekin uning asarlarining umri o'zidan uzun. Shu asarlarining birlarini bugun siz shunday yaxshi o'rinlab berdingiz. Balki mush maydonda o'zi bo'lgan bo'lsin, berib sizni quchoqlaydi. Bugungi sizning xizmatingiz nihoyat zo'r, nafaqat ijroda emas. Shunga sizni tanlashga majburmiz. Rahmat. Xo'sh, shu muallim. Çanı非常好, nayet yaxshi aytdingiz. Hissiyat shunda to'liq. Bir kamchilik Mushu ko'zni ichib o'qiylar. Mushu kinchi naqshini o'qiganda. Yaxshi bir tavsiya bo'ldi. Yaxshi qarab qo'y demoqchi. Abdulla muallim. Ha, meningmi boshqa gapim yo'q. Ani ma'lumlarni aytdi, to'g'ri dedi. Mahmudning necha yil ichida yozgan 3 naqshdan birikisi o'zimi umr oxirida do'stimiz sahnada shunday aytgan, birlashtirib aytgan. Bu nodir asarni bu hukmimizni aytdi, yaxshi aytdi. Qolgan ishlarni ham ustozi ba, menimcha kamchilik ketgan yerlarni tuzib oladi. Bu doqa sahnalarda taxamma yaxshi ifodasini ko'rayli deyman. Bo'ldi. Shuningdek, Mavlon muallimning eng oxirdagi tanlashi shunaqla bu navbatdagi ifodasiga nisbatan bergan bahosini anglab boqayli. Aldı bilan deydiğim
Mahmud akamni yod etish, eslashning nayt yaxshi bir shakli shundoq kat sahnalarimizda, kat so'rinlarimizda shundoq asarlarni o'rindab, nomini ancha-muncha yod etib qilish bir yaxshi ishga deb o'yladim. Men bu Ahadjon ukamni necha kundan qo'rqitib, agar aytamsan tushiribman, yaxshi aytamsan deb. Qisam men cho'qim yaxshi aytibman aka. Men cho'qim pichat aytibman degan. Meningcha yaxshi aytding. Shu Mahmud akamning bir naqsi yuz kelgidek aytding deb o'ylayman. Xo'sh, shundaqda hurmatli Mavlon ustoz, sizning oxirgi tanlashingizda bu mahirimiz guruhingizga qaytib keladimi va yoki qanday bo'la? Sizning oxirgi qaroringiz? Mening oxirgi qarorim darhol qaytib kel. Muborak bo'lsin. Ikkinchi bosqichga kirganlik qutlaymiz. Xayrli qiling, barakat. Seynası, yipek yolu sadası, yipek yolu sadası, sevginin yok çiğrası, hoş avazla seynası, yipek yolu sadası. Biz bizning Ruztoqlam ismli mahirimiz bilan Amir G'olib ismli ikki mahirimizni bir guruh qildik. Bularga biz shu Abdulla akamning nayt nadir katta naqshlaridan yo'l bergin degan naqshini shu naqshni taqsim qildik. Bularning muzikasini men o'zim ishlab berdim. Bu bolalarning shu naqshini shu yaxshi aytib, yaxshi bir ta'sir qoldirishini umid qilaman. Yangi Nur guruhimizning tuvanda maydonga tushadigan mahirlari Ruztoqti G'ulam bilan Amir G'olib aytadigan naqshi yo'l bergin degan naqsha. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Amirjon G'olib. Dajaqa o'sha Ruztoqti G'ulam. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Ruztoqti G'ulamdan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. İpek Gülü Sadası programmasi televizorda va taratqularda qo'yilgandan keyin ota-onam shundaqlam jamiyatdagi barliq do'stlarimninki shundaq yaxshi baholarga va inkoslarga erishdim. Hammalarning shunday yaxshi bahosiga, qo'llashiga, yaxshi tilaklarga muyassar bo'ldim. Bu qatim ishkimizga Abdulla Abdurahim ustozimiz urlagan yo'l bergin temisligi naqsha bo'lindi. Beşli kim başladı? Sen başladın, evcini sen ettin şuna ama. Akut ilmi sunca oldu. Aşağılık hemimizge diye kegende sen kır aşağıya. Yukarı tarafıya sen akut amma oldu. Onun keyinden ikinci katımlık evcini tan ettinler. Akut sağ al. Onun keyin üçüncü bilek kegende tüyünü sen kırsa, yukarısı sen et akut amma sen. Mevlan ustazimiz bizge şu naqshininki tuan qismini qaysi qandaq urlash jarlarda az bo'lmagan bilimlarni o'rgatdi. Do'stim, g'ayrat qilayli. Ruztoqti og'inam g'ayrat qil.
tilab qul bergin pok mehring bilan yuksaklarga ketsin nurlar ko'ngilga so'l eson ko'ngil qiynaymisan yurakni yasan yazning oltin abdibidan yo'limizga hammamizga yog'sin omad Haqiqatan bek esil naqsha. Hammamiz anglab zerikmaydigan, tekstimi shunchalik yaxshi, Abdulla akam o'rnlagan vaqtidami, haqiqatan bizning ichimizga o'rnab ketgidek darajada brigadarlarimiz o'rlatgan shunda yaxshi o'rnab o'tgan. Hamda bu bolalarning ashunda holatda o'zini namoyon qilmoqmi oson emas. Ammo bizga bek tonishli asar bo'lg'achqa, yilmi mushlar shunda yaxshi o'rnlab qildi, lekin orliqda bir sal vaqirashlar bo'lib ketib qoldi. Sal chinqilishlar, vaqirashlar, ikkilan birlashgan vaqtda. Shu ishlarga bir diqqat qilsak, ikkilan bir yoki vaqtda akkord o'ynab, o'zaro sizlik holatda bil al qilib bo'ladi-chi. Amirjon G'alib shunda yaxshi o'rnab berdi. Mening tavsiyam Amirjon G'alib. Amirjon. Xo'sh, Abdulla muallim. Bu yaxshi bir naqsha. Abdulla akam nayt vayqitkiz güzel icra qilayotgan. Albatta Abdulla akam bilan selishtirmaymiz. Bu ishkilarning o'zaro ijrosini selishtirishda har ikkilisida ham ortiqchilik bor, ham kichikdan yana yetersizlik, kamchiliklar bor. Biz mushu bosqichdagi ikki mahirni bir yerga ekilib naqshga taqsim qilishniki qiyinlik darisini deyishdik emasmi? Mushu Amirjonniki shundoq go'zal ovoz doirasidagi bir yaxshi naqshlarni yana anglashni xohlayman. Rahmat. Mening tavsiyalarim Amirjon. Aytib muallim. Amirjonni tavsiya qilaman. Xo'sh, xursand bo'ldik. Kim muallim? 二位唱的都非常好，这个bir-birisidan qilishmaydi haqiqatan. Lekin mening tavsiyam meni Amirjon. Amirjon. Yasha yaxshi. Abdulla muallim. Mushu naqshini shikanglar bak chiroyli. Undan o'rlashtiribdi. Menmo benzo'ni men anglamabdi ekanman. Buni sen o'zing ishladingmi yo? Ha, o'zim ishladim. Hali ajr mehnat ketganday ish bormi benzo'ga? Bular mashq balni mushu akkord holatda duycha holatda aytish uchun hali ishlabdi ma benzo'g'imi-chi? Menimcha ikki bola intayin yaxshi ijro qildi bugun. Men bu xo'sh bo'ldim. Men o'zim aytgan naqsh bo'lg'achqa buni yaxshi ko'radigan yosh bolalar bakchiq. Benzo'ni mo ishlab baqqanlar borchi, Mavu Dilmurod Tursun degan mening do'stim, ijodiyatchi. Shuning melodiyasi bu. Ijodchisi shu Dilmurod Tursun. Uning bir paychifalari va o'zining. U ishlagan benzoni osonlik do'rab ishlagan bo'lmaydi. Masalan, Sidajanga solay desam bir yerlari o'xshamaydi. Putlashib qoldi-da. Odatda boshqa bir benzolarni biz bunda baliq ishlaymiz desak, qig'in bo'ldi, ashdan bir yerlari keglinmaydigan bir xil ishlaydi u. Shu Mavlam buningga bir amal qilibdi hamda. O'zim tajribalik bola o'g'ashqa. Gitarda chelib aytib baqay desam, men mushnaqshi. Ashnaqa tushiramadim qara gitarga. Qaysi akkord qayerga keldi deb jel putlashadigan bir ishlar var qilib, men u gitarcha emas shunday. Shuningga bugun mush bolalarimiz bu Dilmurod Tursunning yaxshi asrini yaxshi ijro qildi. Bizning bu sahnimiz yolg'iz naqsha aytdiganlar emas, dal shunda bir-biriga yo'l berishni, mehr muhabbat berishni, keng qo'soqlikni, o'zaro apuchallikni tashviq qiladigan yana bir so'rin. Bugun bu shu bolalarimizning bir-biriga qarab aytgan naqshlarda yana biz shunda bir
ta'sirlandik. Her ikkilanlarga rahmat. Ani bani qildiganlari yerik kelib qoldik. Xo'sh. Keyingi musobaqaning ehtiyoji uchun durust gapni qilganda, garchi cho'ng farq bo'lmasimi, Amirjonni tavsiya qilaylik. Endi eng muhim bosqichlarga yetib keldi. Ya'ni yuqoridagi tavsiyalardan keyin ihraldagi ko'rmalar biz bilan birlikda intizorlik qilikida Mavlon muallimning zodi mush ishga moyirdan kimni o'zgarib sig'i davomli qilib qoldi qiziqyotidi. Diqqatinglar, davomliq Yangi Nur guruhida bo'lsin, rahmat. Fikrim oldi bilan bizning ashraf xizmatlarimizda nayt aktiv turib, nayt qizg'inlik bilan, yaxshi bir pozitsiya bilan shundaq o'rganganinglarga ham shu ilgirlashlaringlarga men rahmat aytaman. Bulupmu menimcha Ro'zto'xtidagi ilgirlash, bu Ro'zto'xta o'tgan qatimda Gulsaydaxonni aytgan mimizning aytdi yaxshi baholarimizga erishgan mahirimiz shu. Ro'zto'xta inimiz kasbiy shu naqshi ma'rifi tarbiyasi ko'rmagan bo'lg'achqa o'zining sizmimi yaxshi, lekin ba'zi narsalarni is qilolmay, ba'zi xatoliklarni sodir qilib, hatto akkordni ololmay, malum olmagan bo'lsam deganda, sen olmasang bo'lmaydi. Ash pastim o'ltagan ma'lumlar sening ya akkord oldingmi yoki boshqa yerdan aytdingmi yo tuvan bir oktavadan aytdingmi, hammani bilib o'ltirdi. Sana baho berdigan vaqtda hammasi shuni o'ylab turib baholarni, tavsiyalarni berdi degan. Bugun qarasam akkordni eliyotdi. Bu ilgirlab turaverasizlar. Oldi bilan sening mushu jarayondagi ilgirlashlaringga rahmat aytaman. Ondan Amirjonning ifodasi baştilla qilim muqim bo'yotdi. Shunda bo'lganda yana bir taraf bulardagi mushu ikkilarning mushu naqshini aytish rapitis mayli bugun sendiki bo'lsin, mush hamkorlik ro'yinlardan men alayda tushundim. Shu tarafinglarga rahmat aytaman fikrim. Bayan ma'lumlar o'tirib o'tdi. Biz cho'qim musobaqaning keyingi bosqichlarida mushu guruhni yaxshi